Assalomu alaykum. Mana bugun 9-iyul Milliy bank Tayloq Bahoda tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Bu tadbirkorlikda masalan sizlarda biznesga birinchi qadam dasturida 10 million so'mgacha kreditlar bera olamiz. O'z-o'zidan bank fuqarolarga 18 oyda 23%. Bundan keyin 312-sonli prezident qarorining 312-sonli ichki biznes usulsiz qo'llab-quvvatlash dasturida 300 million so'mgacha garov ta'minoti bilan 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratib bera olamiz. Tayloq tumani 22%dan. Bundan keyin tadbirkorlik ilk qadam dasturimiz ham bor. Bunda 31 yoshga to'lmagan 18 yoshdan oshgan bitiruvchi talabalarga beriladi. 20 million so'mgacha kredit muddati 18 oy. Foiz stavkasi Markaziy bank foiz stavkasi 1%, ya'ni 15%. Undan keyin biznes start dasturimizda ham kreditimiz bor. Kredit summasi 3 million so'mgacha, imtiyozli davr 1 yilgacha, aylanma mablag'lar uchun 6 oygacha. Bu ham 15%dan, kredit muddati 5 yilgacha, aylanma mablag'lar uchun 36 oygacha. Garov talab etiladi, agar 100 milliongacha bo'ladigan bo'lsa, sug'urta polisi asosida beriladi. Keyin Business Progress kredit dasturimiz ham bor. Bu kredit 2 milliard so'mgacha, imtiyozli davr 2 yilgacha, aylanma mablag'lar uchun 6 oygacha. Bu ham 15%dan. Kredit muddati 7 yilgacha, aylanma mablag'larni to'lash uchun 36 oygacha. Ikkita ish o'rni yaratilsa, shunda beriladi. Yoki 2 yoki undan ziyod. Talab invest kredit tarifimizda bu ham 31 yoshgacha to'lmagan tadbirkorlik subyektlari ochgan odamga beriladi. Tadbirkorga kredit summasi 10 million so'mgacha, imtiyozlar 2 yilgacha. Bu ham 15%dan, kredit muddati 7 yilgacha. Aylanma mablag'lar to'lash esa 36 oygacha. Kamida 5 ta yoki undan ortiq ish o'rni qilib etiladi yaratish. Kim mana shu kreditlardan yoki boshqa bir taklif olmasam yordam kerak bo'lsa, bemalol so'rashlar.